Mana shunday deb bo'lganidan keyin duolarini aytib bo'lgandan keyin Sulaymon alayhissalom da qarasa askarlar endi juda katta askar, jinlardan iborat insonlar va mahluqlar va hayvonlar va qushlar hamma narsa askari juda katta edi. Shu askarga bunday qarasa askarning ichida hudhud degan bir qush yo'qda. Askarga shunday qaragan edi, askarlarning ichidan qushlarning jamoasida ichida hudhud. Bizda endi hudhudni saqsiq papshak deydi, saqsiq papshak deyishgan. Mana shu hudhud qushi yo'q ekan. Wa tafaqqada at-tayra faqala ma li la ara al-hudud am kana min al-ghaibin. Sulaymon alayhisalom tafaqqada at-tayr qushlar jamoasini izlab bunday ko'zdan kechirib chiqdi, qaradi. Qarasa hudhud yo'q. Aytdi, menga nima bo'ldi? Hudhudni ko'rmayapman. Ya hudhud g'oyib bo'lib ketdimi dedi. Yani bu joyga izinsiz ketib qoldimi? Sulaymon alayhisalomdan izin so'ramasdan hech qayerga jilmas ekanda. Izinsiz hudhud ketib qoldimi? Qayoqqa ketdi dedi. Qana qilib dedi, hudhudni yo'q ekanligini bilib qoldi. Shuncha qushlarning ichida, shuncha narsalar, shuncha jamoat, shuncha askarning ichida sanoqsiz askar qana qilib bilib qoldi desa, ulamolar har xil nimalarni aytgan ekan, yo'llarni, tariqalarni aytgan ekan, qana bilib qolganini. Birinchi ulamolarning so'ziga qaraganda Sulaymon alayhissalom askari bilan yuradigan bo'lsa, tepasida qushlar qanotlarini yoyib, hammasi saf chizilib turar ekanda, tepadan tushayotgan quyoshni Sulaymon alayhissalomning va uning askarlariga salqin qilib soyabon bo'lib yurar ekan. Hali qushlar soyabon bo'lib yurar ekan. Agar haligi havo yetmay qoladigan bo'lsa, qanotni qimirlat desa, qanotlarini qimirlasa, havo shunday kelar ekanda. Qarang, Alloh taoloning bergan mo'jizasini qarasangiz, bitta qush emas. Biz endi buni aytishimiz mumkin, bu hozir odamlar ham gaplashyapti qushlar bilan. Qushlarni o'rgatib yuboryapti. Birovlarning otlarini aytayapti, to'ti qushlar gapiryapti. Sulaymon qilgan narsani hozir ham qilyapti-da deyish mumkin. Bir ahmoq chiqadi-da shunaqa gapni aytadi. Biz aytamiz, sen bitta to'ti qushni o'rgatyapsan, Sulaymon alayhisalom butun qushlarning jamoasiga hukmron bo'lgan. Qana qilib yana. Alloh taoloning mo'jizasi. Shu qushlar hammasi saf turib olib, quyoshni Sulaymon alayhisalomning askarlariga tushib, quyoshning aziyati yetib, bular kunduz kuni qiynalib yurishlikdan saqlash uchun qushlar shunday qanotlarini soyabon bo'lib chizib yurar ekan. Shunda shunaqa qilib ketayotganda bitta joyda quyoshning nuri tushgan ekan. Sulaymon alayhisalomga quyoshning nuri tushganda tepaga shunday qaragan ekan. Nimaga bu yer ochilib qoldi deb bunday qarasa, haligi joyda hudhud turgan joy yo'q, ochilganda hudhud ketib qolgan. Haligi joydan quyoshning nuri tushganligidan bilib qoldi deyshadi. Bu bitta gap. Mana shunday ulamolar tafsir nimalarda keltiradi. Ikkinchisi ulamolar aytadiki, Sulaymon alayhisalom qana qilib hudhudni yo'q ekanligini bildi desa, bular sahrolarda yurgan vaqtlarida deydi, uzoq safarlarga yurishgan deydi. Yurgan vaqtlarida deydi, chanqab qoladi, suv yetishmovchilik bo'ladi. Endi shuncha minglagan askar bilan yurgandan keyin suv yetmay qoladi, o'zlari bilan olgan suv. Shu vaqtda suv chiqarib, u yerda suvlar olib ichib ketish kerak bo'ladi. Shu vaqtda deydi, Alloh taolo hudhudga shunaqa xosiyatli, xususiyat bergan ekan, tepada shunday qanotini qimirlatib, bunday qarar ekanda, qayerda suv bor ekanligini tez bilar ekan. Yerning tagidagi suvni qayerda yerga yuzasiga yaqin joylashganligini hudhud yaxshi bilar ekanda. Shuning uchun hali quduq kavalaydigan odamlar bo'lsa, qo'liga hudhud olsin. Hali apparatlardan bunday tekshirib yuradi-yu, hudhudni olib borasizda. Haligi hudhud shunday kelar ekanda, haligi joyni ko'rsatar ekan. Haligi joyni ko'rsatsa, shunda Sulaymon alayhisalom bu yerga masjidni kavala desa, shu yer eng suvning yerning yuziga yaqin joy bo'lar ekanda. Shunday kavalab turib suv chiqarar ekan. Sulaymon alayhisalom hududga buyurgan edi, olib kelinglar ko'rsin deganda, qarasa hudud yo'q. Shundan keyin Sulaymon alayhisalom aytdiki, "Qayerga ketdi? Men ko'rmayapman, yo bo'lmasam u g'oyib bo'lib qoldimi?" dedi. "La u'azzibannahu azaban shadidan aw la azbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin" dedi. Sulaymon alayhisalomning gapini qarang. Podsho gohida qattiq qo'llik qilishlik kerak. Odamlarni bir xil tartibda ushlashligi uchun gohida muloyim bo'lishlik kerak.
Xullas o'zining siyosati bo'ladi. Sulaymon alayhisalom aytdiki, men u keladigan bo'lsa, yaxshilab ta'zirini berib qo'yaman dedi. La uazzibanna, qattiq azob berib qo'yaman bu qushga dedi. Hudhudga dedi. Birinchi nima azob berishligi? Yo so'yib tashlayman dedi. Yo lazbahanna so'yib yuboraman dedi. Yoki bo'lmasa agar ikkita narsa qilaman, uchinchisi uzrini olib kelmasa dedi. Nimaga ketganligi, nimaga meni iznimsiz yo'q bo'lganligi, nima foyda qilib yurganligiga bi sultonim mubin ochiq uzr hujjat olib kelsa, ana undan keyin hujjat qabul bo'ladi-da, baya azoblardan qutuladi. Yuqoridagi azoblardan qutuladi. Ko'rdingizmi? Sulaymon alayhissalom shunaqa adolatli podshoh edi. Hatto Hudhudni ham bitta qushga uni so'yib yuboringlar demayapti-da. Bitta qushga uzrsiz uni qatl qilishlik harom ekanligini aytayapti. Bitta qushni uzrsiz qonini to'kishlik harom ekanini aytayapti. Qancha yerlarda uzrsiz insonlarning qonlari to'kiladi. Hech qanday uzri yo'q. Biz Robbunalloh, mening Robbim Alloh deganligi uchun qancha insonlar qatl qilinadi qayerlarda. Uning hech qanaqa gunohi yo'q insonlar o'ldiriladi. Uning uzrini so'rab o'tirilmaydi. Sen nimaga Allohga ibodat qilding deyilmaydi unga. Ularni mol so'yganday so'yiladi. Lekin Sulaymon alayhisalom davrida bunday bo'lmadi. Hatto bir qushni ham uzrini tingladi Sulaymon alayhisalom. Bitta qushning ham bekordan bekor qatl qilishlik, so'yishlik, la'azbahanna yo'q. Uzrini olib kelsin, men uni tinglayman dedi. Eshitaman dedi. Bitta qushni. Shunda Sulaymon alayhisalomning oldiga Hudhud keldi. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. Sulaymon alayhisalomning oldiga Hudhud keldida aytdiki, ko'p o'tmasdan keldi. Bir zumda shu voqea bo'lishligi bilan ozgina vaqtdan keyin Hudhud yetib keldi. Yetib keldida aytdiki, ahattu bima lam tuhit bihi dedi. Siz bilmaydigan narsalarni men o'rganib keldim dedi. Shuncha podshoh, shuncha mulk, shuncha shaytonlar qo'lining tagida. Allohning mo'jizasi, payg'ambar bilmagan narsani Hudhud o'rganib keldim deyapti. Bir qush. Insonda kibr bo'lmasligi kerak ekan. Inson takabbur bo'lmasligi kerak ekan. Ilmni men ichib tashladim, men shogirdimdan tinglaymanmi demas kerak ekan. Yo'qida sen bilmagan narsani boshqa bir oddiy odam bilishi mumkin ekan. Yo'qida sen xabarsiz qolgan narsadan boshqa birov xabari bo'lishi mumkin ekan. Sulaymon alayhisalomga qushning aytgan so'zini qarang. Sen ma'lam tuhid bihi ilma, bilmagan narsani men bilib keldim dedi. Sulaymon alayhisalom kelib turib aytadi: "Va jetuka min Saba, Yaman shahrida Saba degan joydan, Yamandan Falastinga, Falastin bilan Yamanning orasi qancha masofa? Yamandan Sabadan ochiq bir xabar olib keldim dedi. Bir voqea. Bu xabar olib keldim shu yerdan dedi. Sulaymon alayhisalom aytdiki, "Xo'p, nima xabar ekan? Bir eshitaylikchi" deyapti. Yamandan xabar olib keldim dedi. Hudhud xabarni boshladi. Sulaymon alayhisalom "Qani aytchi, xabaring nima ekan? Nima narsa olib kelding? Nima yangilik olib kelding qan?" deganida Hudhud aytdiki, "Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum." Yamanga borsam dedi, podshohi ayol ekan. Ularning podshohi ayol podshohlik qilyapganligini topdim dedi. Ha nima bo'pti dedi Sulaymon alayhisalom. Topdim. Va utiyat min kulli shay. Ayolga dedi, hamma narsa berilgan ekan. Podshohlarga mulkida bo'ladigan hamma narsa shu ayolga berilibdi dedi. Juda ham katta podshoh ekan dedi. Ha, valaha arshun azim. U podshohning ayolni katta taxti ham bor ekan, arsh taxti ham bor ekan dedi. Sulaymon alayhisalom tinglayapti. Davom etaver. Endi qiziq joyini qarang. Nimaga bu Hudhud jon ko'ydiryapti? Nima Hudhud podshoh Sulaymon u Yamandagi bir ayol podshohning podshohligi Sulaymonning podshohligining oldida hech narsa emas edi.
Sulaymon alayhisalomga yetadigan podshoh yo'q edi. Nimaga endi Hudhudning og'zi ochilib, "Voy, Yamanda shuna podshohni ko'rdim" deyapti. Bizlarga shu yerimi? Yo'q, endi kelyapti mana. Hudhud bir qush nima uchun taajjublanib, hayratga tushib qolganligi endi kelyapti. U Hudhud shuncha podshohning yonidan chiqib borgan Hudhud arzimaydigan bir mulk egasini ko'rganda og'zi ochilib lol qolmaydi. Wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah. Bu ayolni va qavmini Allohni qo'yib quyoshga ibodat qilayotganini topdim dedi. Mana qushning hayron qolgan joyini qarang. Qushning hayron qolgan joyini qarang. Yaman nimada? Shu Yamanda Sabada bir ayol podshoh, qavmi ham o'zi ham Allohga ibodat qilmayapti ekan. Quyoshga ibodat qilyapgan ekan deb qush hayratga tushib qolyapti. Subhanalloh. Qush shu narsaga yaratgani kim ekanini bilsa, Hudhud, yana bizlar aytamiz sassiq papshak deymiz. Sassiq papshak deymizmi? Shu sassiq papshakcha ham bo'lamayapti odamlar hozir. Shu sassiq papshakcha ham bo'lamayapti odamlar. Qabrlarga, valilarga, o'liklarga, arvohlarga, daraxtlarga, toshlarga, quyoshlarga, oylarga, sigirlarga, ayollarning farjlariga ibodat qilayotganlar bor. Eng ulug' narsa nima desa, ayollarning avrati. Nimaga desa, shu yerdan hammamiz shu yerdan tug'ilib chiqqanmiz deb shunga ibodat qilayotganlar bor. Bir davlat, komil bir davlat ayollarning farjiga ibodat qiladi. Yana bu madaniyatlik Yevropa davlatlari. Qani madaniyat, qani aql? Qushchalik aql yo'q. Hudhudchalik aql, farosat yo'q. Hudhudning ajablangan narsasini qarang. Allohni bir chetkiga qo'yib turib, nimaga ibodat qilyapti deyapti. Quyoshga ibodat qilyapti. Va zayyana lahumush shayton a'malahum. Qarang, yana nima uchun degan savolga o'z javob beryapti. Nima uchun ular shunga ibodat qilyapti desa, shayton ularni shu amalini ko'ziga zinatlab ko'rsatdi-da deyapti. Shayton shunday yo'ldan ozdi. Fasaddahum an sabilillah, sabili. Allohning yo'lidan ularni to'sdi dedi. Fasaddahum anis sabil. Allohning yo'lidan shayton ularni to'sdi dedi. Fahum la yahtadun. Ular hidoyat topishmayapti dedi. Hidoyatlanmayapti. Hudhudning gapini davomini qarang. Alla yasjudu lillahi allazi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard. Osmon yerda yashirin narsalarni Alloh chiqarguvchi bo'lgan zotga ibodat qilsa bo'lmaydimi dedi. Sajda qilsa bo'lmaydimi dedi. Osmon va yerdagi yashirin bo'lib yotgan narsalarni chiqarguvchi Allohga ibodat qilsa bo'lmaydimi ular? Sajda qilsa bo'lmaydimi? Va ya'lam ma tukhfuna va ma tu'linun. Sizlar yashirin qilyotgan amalingizni ham, oshkora qilyotgan amalingizni ham bilib turguvchi Allohga sajda qilsa bo'lmaydimi? Allohu la ilaha illa huwa robbul arshil azim. Allohdan boshqa iloh yo'q. Faqat Alloh bor. U buyuk arsh egasidir dedi. Subhanalloh. Hudhudni qarang. Qanaqa tavhid ha? Hozirgi kunimizda ko'p insonlar bunga yetisha olmayotgan tavhid ilmi Hudhudda bo'lgan. Hudhudda bo'lgan. Sulaymon alayhissalom demak Hudhud ajoyib dalil olib keldi Sulaymon alayhissalomga. Azoblayman, so'yib yuboraman deyotgan edi. Endi dalil olib keldi. Bir inson bir dalil olib kelgan vaqtida biz nima qilamiz? Shu dalil aytishligi bilan yo uni maqtayib ketamiz, yo birovni yomonlagan bo'lsa, shuni qo'shilib yomonlab ketamiz. Sen aytayotganing to'g'ri-a deb yomonlaymiz. Qaramaymiz, uni aytayotgan gapiga qaramaymiz. Tekshirmaymiz, oxiriga yetmaymiz. Sulaymon alayhisalomni shoshmadi. Aytdi: "Sananzur asadaqta am kunta minal kazibin" dedi. Tekshirib ko'ramiz dedi. Sulaymon alayhisalom qarang. Sananzur, qaraymiz, tekshirib ko'ramiz seni aytgan so'zingni. Rost aytyapsanmi yo yolg'onchimisan, ko'ramizda dedi. Hali gapni Sulaymon alayhisalom shoshmadi. Shuning uchun bir odam bir xabar olib kelsa, bir odam sizga bir xabar olib kelsa, faloncha unday ekan, faloncha bunday ekan.
ha deb turib darram uni qabullamaymiz. Tekshirib ko'ramiz. Sulaymon alayhisalom sananzur qushni tekshirib ko'ryapti xabarini, qushning xabarini.